Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Narkulov Husan Ismoilovich bo'laman. Bugun sizlar bilan klinik psixologiya fani bo'yicha suhbatlashamiz. Bugungi mavzumiz psixoterapevtik muolajalar mavzusi bo'ladi. Rejalar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, klinik psixologik intervensiya mohiyati, intervensiyaning asosiy prinsiplari, ya'ni tamoyillari, turli kasalliklarda klinik psixologik intervensiyaning o'ziga xos xususiyatlari shu rejalardan iborat. Tayin so'zi iboralardan tanishtiradigan bo'lsak, bizda klinik psixologiya, intervensiya va prinsiplari, xarakter tiplari, xarakter aksentuatsiyasi. Bugungi kunda onkologik kasalliklar, o'lim va nogironlikning uchrashi bo'yicha dunyoda birinchi, ba'zi davlatlarda ikkinchi o'rinni egallaydi. Tibbiyot sohasida, ya'ni klinik sohasida, meditsinada faoliyat ko'rsatuvchi barcha yo'nalish mutaxassislari o'z amaliyoti xavfli o'smalar bilan ishlashiga to'g'ri keladi. O'smalarni biz bilamiz, saraton deydi. Ya'ni bu juda keng hozirgi kunda ommalashib hamda yosharib borayotgan kasalliklardan biri hisoblanadi dunyoda. Chunki onkologik kasalliklar inson organizmining deyarli barcha a'zolarida uchraydi. E'tibor beryapsizmi? Barcha a'zolarida deganda, demak bizlarda qaysi a'zomizda o'sha qon aylanish sistemasida a'zolarimizda faoliyat yuritilsa, o'sha organlarda onkologik kasalliklarga ba'zi insonlarda yoki o'zi insonlarning shu moyilligini oshirishga o'zi ham sababchi bo'ladi va o'sha organlarda shu bilan birga onkologik kasalliklar ham uchraydi. Onkologik kasalliklarga qarshi kurash ham nafaqat tibbiyot xodimi, balki biologlar, genetiklar, ayniqsa mana irsiy jihatdan o'rganuvchilar, kimyogarlar, fiziklar shu kabi ilm fan bir qancha yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatuvchi mutaxassislar ishtirok etadi. Onkologik kasalliklar asosan kelib chiqishida insonning o'zi sababchi bo'ladi. Bunda insonda fobiya, ya'ni qo'rquv holatlari yoki o'sha o'ziga vaqtida tibbiy ko'rikdan muolajadan o'tmasligi, o'sha tibbiy shifokorning ko'rigidan o'tib bunga e'tiborsizlik bildirishi va odatda oddiy holatda, elementar holatlarda insonda shamollash orqali, ya'ni oddiy aytadigan bo'lsak, ob-havoning injiqlariga insondagi immunitetni kurashishda ba'zi shamollashlarning kuchayib borishi va bunga insonning e'tiborsizligi onkologik kasalliklar rivojlanishiga, yillar davomida rivojlanishiga olib keladi. Bu onkologik kasalliklarda o'smalarning rivojlanishida insondagi organizmning immunitetiga ham bog'liq. Chunki immunitet insondagi o'sha butun tashqi olamdan, ichki ta'sirlardan himoya qiluvchi immunitet hisoblanadi. Olimlarning intilishlari onkologik kasallikni erta aniqlash va davolash sohasida katta yutuqlarga erishish imkonini berdi. Masalan, nevrologiya sohasini misol qilib oladigan bo'lsak, bunda kompyuter tomografiya yoki mantiqiy rezonans tomografiya bosh miya o'smalarini juda erta aniqlash va samarali davolash imkonini beryapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, nevrologiya bo'yicha insonlardagi asab tizimi bilan bog'liq kasalliklarda yuzaga kelgan onkologik kasalliklar, boshdagi shikastlanishlar, jarohatlar, zarbalar oqibatida inson qon aylanish tizimida bosh miyasida tromblar hosil qilish evaziga ularda o'sha kasalliklarning rivojlanishini erta oldini olish va o'sha aniqlik kiritib diagnostika qilib korrelyatsiya ishlarini, ya'ni buni davolash usullarini oldindan olimlarning sa'y-harakatlari bilan oldindan bilib olishdi. Ya'ni nima demoqchimizki, har bir insondagi yuzaga kelgan kasalliklarni bosh miyada ayniqsa yuzaga kelgan xavfli bo'lgan insonda ko'rish tizimiga, inson markaziy nerv sistemasining ishlashiga xavf tug'diradigan onkologik kasallikni oldindan olib tomografiya orqali aniqlab unga davolash choralari ko'riladi. 20-asrning 80-yillarida esa miya o'smasi tashxisi aniqlash o'ta mushkul va juda murakkab urinishlardan biri bo'lgan. Bosh miya o'smasi tashxisi farazi qilingan bemorlar chuqur ichki tekshiruvlardan o'tkazilgan. Bir qancha paraklinik tekshiruvlar, ya'ni rengenskopiya, shu bilan exoskopiya va elektrofalografiya, shunga o'xshagan lumbal va punksiya kabi ko'riklardan o'tkazishga majbur bo'lishgan. Chunki aniq tashxis qo'yishda ulardagi o'sha
bir necha apparatlarni tekshiruvi talab qilingan. Oxirgi 3 tekshiruv katta diagnostik ahamiyatga ega edi. Bu tekshiruvlarni o'tkazish uchun bemor shifoxonaga, ya'ni neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilardi va albatta ularning roziligi asosida bemorlarni ulardagi o'sha tashxisda aniqlik kiritib, ya'ni 99% aniqlik bilan keyin ularga davolash choralari ko'riladi. Yuqorida qayd qilingan barcha tekshiruvlardan tashqari bemor nevropatolog, otonevrolog, okulist, psixiatr ham ko'rishi o'z xulosasini berishi zarur. Ushbu mutaxassislar xulosalari orasida yoki ularning ishtirokida konsilium o'tkaziladi va ana shundan so'ng bosh miyada o'sma bor yoki yo'qligi haqida bir fikrga kelinadi. Albatta tomografiya oxirgi 3 diagnostikani yuqorida aytib o'tganimizdek, ularni tekshiruv evaziga ba'zi anglashmovchiliklarni oldini olish uchun yoki insonda o'smaning aniq borligi bo'yicha tashxis qo'yish uchun oxirgi tekshiruvchi va shifokorlarning o'zaro xulosasi, olingan natijalardagi o'rtaga qo'yilgan har bir ma'lumot, detallar, faktlar chuqur tahlil qilinadi, analiz qilinadi va insondagi o'sha o'sma bor yoki yo'qligi haqida tashxis qo'yiladi. Chunki insonga beriladigan muolaja sog'lom insonda agar o'smaga o'xshagan boshqa bir kasallik vaqtinchalik yoki insonda ma'lum muddat paydo bo'lib boshqa kasalliklar rivojlanishi, o'smaga o'xshagan kasallik rivojlanishi, lekin o'sma deb davolanishi insonda boshqa bir kasallikni keltirib chiqarishiga yoki o'sha kasallikning rivojlanib avj olib ketishiga sababchi bo'ladi. Bemor shifoxonaga yotqizishdan va shuncha tekshiruvlar o'tkazmasdan turib miya o'smasi aniqlab bo'lmas ekan. Ya'ni bir bemorga aniq tashxis qo'yish uchun deyarli 10 nafar shifokor kamida 10 kun mobaynida, bu hozirgi kunda 10 kun davomida, kamida 10 kun davomida bir necha mutaxassislar va yuqori sanab o'tgandek soha mutaxassislari konsilium o'tkaziladi va olingan natijalarni ko'rib chiqadi, mehnat qilishi bularni to'g'ri keladi. Sababiki tekshiruvchi yo'qotilgan har bir kun uchun erta davolashni boshlash mumkin. Albatta har o'sma bosh miya o'smasi bilan kasallangan shifoxonada davolanayotgan bemorda bir kun ham, bir soniya ham o'tib ketishi yoki avj olib ketishi, erta bosqichdan ikkinchi bosqichga yoki yuqori bosqichga rivojlanib ketishi undagi o'sha o'sma kasallikning avj olib ketishiga, erta davolash usullari balki samarasiz bo'lishiga olib keladi. Mana shu kunlar mobaynida shifokorlarning xatti-harakati aksariyat bemorlar o'zida o'sma kasalligi izlanayotganini bilib oladi yoki bu esa bemor va uning yaqinlari uchun katta xavotir tug'diradi. Insonda birinchi o'rinda depressiya, stress holatlari yuzaga keladi. Chunki ulardagi taxmin qilinayotgan kasallikning biroz bemor xabar topadigan bo'lsa, insonda bu kasallik yana ham avj olib ketishi yoki chuqur tushkunlikka tushishi, kayfiyatning buzilishi, depressiya, ichki organlardagi o'zgarishlar, yurak ritmining o'zgarishi, oshqozon osti bezlarining yallig'lanishi yoki faoliyatining funksional buzilishiga olib keladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu narsalar insondagi o'sha har bir aniq qo'yilmagan tashxis evaziga boshqa organlardagi insondagi yoki umumiy ruhiy barqarorlikning buzilishiga olib kelar ekan. Hozir bemorda bosh miya o'smasi bor yo'qligini aniqlash uchun deyarli 1 soat vaqt o'zi yetarli xos. Chunki bu 21-asr texnologiyasida KT yoki MRT tekshiruvga ketgan vaqt hisoblanadi. Bir bemorni necha mutaxassisning sinchiklab tekshirish hamda o'zaro maslahatlashish shifokorning klinik tafakkuri, mahoratini yanada oshiradi. Chunki shunga o'xshash bemorlarda yana klinik kuzatishlar, simptomlar, ya'ni belgilarning kuzatilishi boshqa bemorlar bilan o'sha e'tirozlar, shikoyat bilan kelgan bemorlardagi o'sha kasallikni ertaroq tashxis qo'yishiga yordam beradi. Bu ham shifokorning mahoratini o'z-o'zidan oshirib boradi. Vaqtlar ham o'sha 20-asr va 21-asrda ham shifokorning maqsadi yagona bo'lgan, bundan so'ng ham shunday bo'lib qoladi. Ya'ni bu ham tashxis erta aniqlash, davolashni erta boshlash hisoblanadi. Organizmning boshqa a'zolarida joylashgan o'smalardan farqli o'larak bosh miya o'smalarining o'zi bir qator ruhiy buzilishga olib keladi. Albatta, insonning ichki a'zolarida ba'zi bir qismida rivojlanayotgan o'smalar o'sha qismdagi faoliyatini yaxshi, normal ishlashiga xalaqit berishi mumkin. Lekin bosh miya po'stlog'ida rivojlanayotgan onkologik kasallik insonning butun organizmining yoki ruhiy barqarorlikning buzilishiga, organizmning faoliyatining buzilishiga olib keladi. Bu farqli tarafki insondagi bosh miya o'smasi
inson butun hayotini izdan chiqarishga yoki insondagi organizmlarning o'z vaqtida o'z o'rnida ishlashiga xalaqit beradigan katta muammo hisoblanadi. Shuning uchun ham bosh miyada o'smani ertaroq aniqlab, uni rivojlanishini oldini olish maqsadga muvofiqdir. Va shu bilan birga uni jarrohlik usuli bilan davolash mumkinligi, bemor og'ir ruhiy vaziyatga tushadi. Jarrohlik yo'li bilan davolash ham insonlardagi ruhiy vaziyatini og'irlashtirish holatlari kuzatilgan. Chunki bu gap bosh miya haqida ketyapti. Insondagi bu yerda shifokorning vazifasi ushbu muolajalar bilan bog'liq bo'lgan psixologik tarangligini yumshatishdan iborat bo'lmog'i lozim. Bu bilan birga shifokorlarda psixologik mahoratning yetarlicha bo'lishi ham talab qilinadi va aniqlangan tashxis bo'yicha bemorlar bilan o'zaro muloqotni to'g'ri yo'lga qo'yib, ulardagi bu narsa balki davolash choralari orqali umrining bir necha vaqtga, qanchadir yillarga yana cho'zish imkonini berishini shifokorning mahoratiga bog'liq hisoblanadi. Jarrohlik vaqtida bu murakkab jarayon bo'lsa-da, undan so'ng bemor ahvoli ancha yaxshilanishi va uni qiynayotgan dardidan xalos bo'lishini davolovchi neyroxirurgning o'zi tushuntirishi lozim. Yuqorida aytib o'tganidek, konsultatsiya ishlarida shifokorning o'zi ham psixolog yoki o'sha ruhiy jihatdan yetuk rivojlangan, unda muomala psixologiyasi ham yuqori rivojlangan va tushuntira olish, yetkaza olish qobiliyati ham yuqori bo'lishi kerak va o'sha bemorni tinchlantira olish, jarrohlik amaliyotidan keyin bu holatlar o'tib ketishi va yengil tortish haqida kengroq tushuncha bera olish mahoratiga ega bo'lish kerak. Ya'ni bu davrlarda qaysi davrda bu og'ir kechish haqida gaplashadigan bo'lsak, funksional sistemalar hisoblanadi. Bu davrda rivojlanishni jiddiy davrlar deb atash mumkin. Ya'ni evolyutsion nevrologiya uchun bu davrlarni o'rganish va aniqlash juda muhim ahamiyat kasb etadi. Vaholanki rivojlanishgan shu davrda hali shakllanmagan funksiya juda sust va tez shikastlanadigan bo'lib qoladi. Bu davrda yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan nuqsonning oldini olish uchun katta imkoniyatlar ham mavjud hisoblanadi. Rivojlanishning jiddiy davrini o'rganish uchun nutqning shakllanish jarayonini misol qilib ham keltirish mumkin. Ma'lumki, nutqni egallab olish qobiliyati vaqt nuqtai nazaridan chegaralangan hisoblanadi. Inson hayotining dastlabki davrlarida nutqni ta'minlab beruvchi jarayon boshqa yordamchi mexanizm bilan birga mustahkamlanib borilmasa, nutq funksiyasi ham so'nadi. Ya'ni insondagi nutqning amalga oshishi uchun bajariladigan funksiyalar o'z faoliyatini to'xtatadi. Masalan, vaqtida aniqlanmagan tug'ma karlik yoki nutq rivojlanishiga katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda nutqni ta'minlab berish sistema bola bir yoshga to'lmasdan ham buziladi. Insonlardagi bu funksional buzilishlarning oldini olish uchun ertaroq bu kasallikni oldini olish uchun defektologga yoki nutqni rivojlanishiga yordam beruvchi soha mutaxassisiga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Agar keyinchalik og'zaki nutq to'g'ri berish yoshlarida ham tiklanmasa, keyinchalik bu rivojlanish ham shubha ostida qolishi mumkin. Ya'ni nutqning rivojlanmasligi qattiq qo'rquvdan, boladagi o'sha tashqi ta'sirlardan yuzaga kelishi ham mumkin. Bu davrlarda jiddiy davrlar tashxis qo'yish ko'pgina cheklanish mohiyatini ochib bergan. Shaxsning shakllanish boladan shu davrda, bolalik davridan boshlanadi. Ota-onalar yon kayfiyatda aks etmasligi mumkin. Har bir narsa muhimki, yoshlikda to'g'ri olib borilgan tarbiya, to'g'ri olib borilgan normal ijtimoiy sog'lom muhit insondagi shu onkologik kasalliklarni rivojlanmasligiga olib keladi. Avvalambor to'g'ri aytishimiz mumkinki, onkologik kasalliklar to'satdan ham rivojlanadimi, yo'qmi? Albatta, insonda hayot davomida, yashash davomida turli uchraydigan to'siqlar, ulardagi to'siqlardagi insonlar dosh bera olmasligi, siqilishlar, kuchli depressiya onkologik kasallik rivojlanishi aksariyat holatda insonlardagi yoshlikda olingan jarohatlar, travmalar yoki o'sha funksional buzilishlar kelajakda asta-sekin moyilligini oshiradi. Ya'ni insonda o'sha ehtimoliy rivojlanish, onkologik kasallikning ehtimoliy rivojlanishi bo'yicha katta hissa qo'shadi. Onkologik rivojlanishda insonda asosan shu kungacha e'tibor beradigan bo'lsak, nutq kasalligining yoki o'sha boshqa kasallik, bosh miya kasalligi, onkologik kasallikning rivojlanishida insonda oddiy e'tiborsizlik
inson shamollashi va shamollashning evaziga boshqa kasalliklar bilan birga onkologik kasalliklar rivojlanib uni va ortga qaytmaydigan holatda shu rivojlanib uni oldini olish qiyinlik tug'diradigan holat kelib chiqadi. Onkologik kasallikda reaktiv holatlar ham o'z navbatida xavotirli depressiv sindromi boya yuqorida aytib o'tgan rivojlanishni ham imkonini beradigan holat hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, onkologik kasalliklar bo'yicha ma'lumotlar shulardan iborat. Agar savollaringiz bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga yoki YouTube kanalimizda izoh qoldirsangiz, biz savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.